Qizlar hijoma olib chiqdim. Ko'zlarim qaraydi, suzilib qolganimni. Shunaqa mazza qildim. Boshim og'riyotibdi. Boshim shunday qo'yib yubordi boru. Bitta uxlab turdim. Uxlagan bo'lsam, yo 10 minut, 15 minut uxladim, lekin ko'zlarim qaraydi. Ko'zimni ocha olmayman. Shunaqa mazza qildim. Olib yurganlar biladi buni mazasini. Rosta mazza qildim. Bunga rahmat. Qo'lingiz rosa yengildi. Endi keyingi safar zulu qo'yamiz dedilar. Menda rosa suv chiqdi. Javob qo'ygan, qo'ya olmayman chunki video olib berdilar-ku o'zimga. Rosa atsukingiz bor ekan dedilar. Keyin shumollashingiz bor ekan dedilar. Gerpeslar chiqdi, suvlar chiqdi. Shuning uchun endi keyingi safarga orqam qotib ketgan edi. Keyingi safar sizga zulu qo'yamiz dedilar. Endi keyingi hafta kelsam zulu qo'yadilar. Как раз zuluga, qizlar vaginalniy zuluga hozir skidka ketayotgan ekan qizlar. Qizlar hijoma olib chiqdim. Ko'zlarim qaraydi, suzilib qolganimni. Shunaqa mazza qildim. Boshim og'riyotibdi. Boshim shunday qo'yib yubordi boru. Bitta uxlab turdim. Uxlagan bo'lsam, yo 10 minut, 15 minut uxladim, lekin ko'zlarim qaraydi. Ko'zimni ocha olmayman. Shunaqa mazza qildim. Olib yurganlar biladi buni mazasini. Rosta mazza qildim. Bunga rahmat. Qo'lingiz rosa yengildi. Endi keyingi safar zulu qo'yamiz dedilar. Menda rosa suv chiqdi. Javob qo'ygan, qo'ya olmayman chunki video olib berdilar o'zimga. Rosa atsukingiz bor ekan dedilar. Keyin shumollashingiz bor ekan dedilar. Gerpeslar chiqdi, suvlar chiqdi. Shuning uchun endi keyingi safarga orqam qotib ketgan edi. Keyingi safar sizga zulu qo'yamiz dedilar. Endi keyingi hafta kelsam zulu qo'yadilar. Как раз zuluga, qizlar vaginalniy zuluga hozir skidka ketayotgan ekan qizlar.